To'rdoshlar, 3-ayning 20 kuni Amerikada diagnoz qo'yilgan bemordan 5000 ko'payib, umumiy son bir qatlandi. Yuqum 50 shtat va Washington alohida rayonlarga tarqaldi. Vaziyat mushundoq keskin ahvolda Amerika taratqullari oshkorlagan mundaq ikki xabar kishini texmi hayron qoldirdi. Biri, Amerikaning siyosiy sohasidagi nurg'un yuqori darajalik amaldorlar ommadan yuqum ahvolini yoshirish bilan bir vaqtda qo'lidagi paychaklarini olman-talman setib chiqadi. Yana biri, yuqumga kuchli taqobil turmay, avval boshqalarga do'ngap qo'yishga urindi. Trumpning nutq originalida yangi tadsimon virus degan xatlar Jungo virusi degan xatlarga jijib o'zgartirildi. Xatlarni jijib o'zgartirib bo'lgan bilan oldini olish, tizginlash, kuchli bo'lmaslik realligini o'zgartirib bo'lmaydi. Bu boshqalarga do'ngap qo'yman, debli do'ngap qo'yg'ili bo'ladigan ish emas. Ilm-fanga hurmat qilish kerak. Jungoning Amerikada turishlik bosh elchisi Suytyankay Dünya Səhiyyə Təşkilatının prinsipi shuki, virusga nom berishni har qandaq bir joy, davlat, millat, kollektiv, hatto har qandaq bir hayvon bilan chetib olishga bo'lmaydi. Buningdan maqsad qarlashni rad qilish dedi. Pokitni hurmat qilish kerak. Butun Jungo xalqi g'oyat zo'r badal to'lab, dunyoning yuqumga taqobil turishiga qimmatli fursat yaratib berdi. Ammo Amerika bu fursatni o'zi behuda o'tkazib Amerika hukumati Jungoga pul va moddiy ashyo yordam qildi dedi. Bizning pozitsiyamizmi nihoyat aniq. Topshirib olmadik, ham lozimimi yo'q.